Assalomu alaykum qarindoshlar. Sarmila YouTube kanalimga hoş geldinglar. Bu kanalda asosliqi balla tarbiyasi, o'rganish usuli, sog'lomlik qatorliq temalarga munosib bo'lgan ilmiy tadqiqot maqolalari hamda ba'zi men yaxshi ko'rgan kitoblarning qisqacha mazmun xulosalari tunjirildi. Agar bu xildagi mazmunlarni yaxshi ko'rsangiz, kanalimga mushtari bo'lishingizni tavsiya qilaman. Bu tunji qadamliq video bo'lganlikdan o'zimni ham bu kanalni eshitishga maqsadni qisqacha tushunib o'tay. Men bu kasbning kasb emas, ham sizlarga maslahat bermoqchimi emas. Ondaq salohiyatimi bor deb o'ylamayman. Lekin o'zim kitob va tadqiqot maqolalarini o'qishni yaxshi ko'raman. Men yo'ldoshim va ikki bolam bilan Amerika turman. Amerika kelishdan burun Yaponiyada o'qish va xizmat munosabati bilan 10 yildak turdik. Yaponiyada kasbim tabiiy fandi. Hozir bu yerga kelgandan keyin ma'lum sabablar tufayli kasbimni o'zgartdim. Hozir sayyoh sohasiga oid xizmat qilyapman hamda bu sohada o'qishni davomlashtiryapman. Bu kanalda eshitishga maqsadim ikki. Birinchidan, til to'solg'isi va boshqa sabablar tufaylidan yangi tadqiqot maqolalarini ko'rish imkoniyati bo'lmagan qarindoshlarimizga zarracha bo'lsa-mu foydali uchurlarni yetkazsam deganni maqsad qilgan. Ikkinchidan, hayotimga bir aslim bo'lib qolsin deganni o'yladim. Men kuchimning yetishicha izinib, ko'pchilikni foydali mazmunlar, uchurlar bilan ta'minlashga tirishaman. Lekin bayatında deb o'tgandek, men ikki bolaning opasi, bir vaqt xizmatchi ham o'quvchi, yo'ldoshimning xizmatini aldirash bo'lganlikdan bu videoni o'ylaganimizdek mukammal ishlayoldik deb o'yladim. Shunga qarindoshlarning to'g'ri tushunib, diqqatlarini bu qatam tunishtirmoqchi bo'lgan maqolaga og'dirishinglarni umid qilaman. Endi asosiy temamizga kelsak, bugun biz hayotimizga cho'ng ta'sir ko'rsatgan muhim omillar ustida ilib berilgan bir cho'ng ko'lamli tadqiqot haqida to'xtalib o'tamiz. Bu tadqiqotni Avstraliya Melbourne davlatlik universiteti bilan Amerikaning Nevada universitetidagi professorlar 2011 yildan 2015 yilgacha 31 davlat va rayonda ilib berilgan. Uningga 25 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan 16 mingdan ortiq kishi tadqiqot obyekti bo'lib qatnashgan. Bu tadqiqotda uyingizga ma'lum narsaning bolangizning keyingi umriga cho'ng ta'sir ko'rsatganligi ko'rsatilgan. Hammamiz bu temaga qiziqamiz, deymi? Oldi bilan xulosani kelsam, oila kutubxonasining cho'ng kichikligi, ya'ni uyingizdagi kitobning oz ko'pligi shu uydagi farzandlarning keyingi umridagi mahorat va iqtidoriga ta'sir ko'rsatganligi bayqalgan. Tadqiqotning asosiy mazmuni bunday ekan. Tadqiqotdagi sonliq ma'lumotlar xalqaro cho'nglarni baholash programmasi degan imtihon natijasini kelgan. Bu imtihonda asosligi til qobiliyati, matematika saviyasi va masalalar hal qilish iqtidori qatorliq turlar bo'yicha sinab qilingan. Hamda 16 yosh vaqtida uyda bor bo'lgan kitobning soni so'ralgan. Omdan imtihon natijasi bilan uydagi kitob sonining munosabatini tahlil qilgan. Natijada kitobning soni bilan imtihon natijasi mutanosib munosabatda bo'lgan. Uydagi kitobning soni bilan tekshirish natijasini nisbatlashtirganda uyda 80 parcha kitob bo'lganlarning natijasi o'rtacha saviya atrofida bo'lgan. Ya'ni biz deydigan imtihonda layoqatli bo'ldi degan doiraga tushgan. Uyda asosan kitob bo'lmagan kishilarning imtihon natijasi o'rtacha saviyadan tuvan bo'lgan. Lekin uyda 350 parchadan ortiq kitob bo'lganlarning natijasi asosan o'xshash chiqqan. Yana bir ma'nilik natija shuki, uyda kitob ko'p bo'lgan o'rta maktab o'qish tarixiga ega kishilar bilan uyda kitob oz bo'lgan oliy maktab tarixidagi kishilarning o'rganish iqtidori o'xshash bo'lgan. Yana bir ma'noda aytganda, o'rta maktab o'qish tarixiga ega bo'lgan, ammo uyda kitob ko'p bo'lgan kishilar yana bir guruhdagi oliy maktab o'qish tarixidagiga solishtirganda bir necha yillik vaqtdan foydalan oldi degan gap. Chunki ularning kitob o'qish, matematika, masala hal qilish iqtidori, kompyuter iqtidori oliy maktab o'qish tarixiga ega kishilar bilan o'xshash darajada chiqqan. Bu noyat qisqarliqqa, ya'ni o'rta maktab o'quvchilari 15 yoshda bitdi desak, uyda kitob jiq bo'lgan 15 yoshdagi o'quvchilar bilan uyda kitob oz bo'lgan oliy maktab bitgan 22 yoshlik bolalarning o'rganish iqtidori teng degan gap. Demak, 7 yil foydali degan gap. Buni oddiy hisoblag'il bo'lmaydi, lekin sag'ir tilaganda 7 yil foydali deb o'ylasak bo'ladi. Texmo qisqarliq bo'lgani biz odatda til qobiliyatini ijtimoiy fanga, matematika qobiliyatini tabiiy fanga tava deb olib, ikkisi munosib deb qaraymiz. Lekin bu tadqiqotda uyda kitoblar qancha ko'p bo'lgan sari bu ikki iqtidorning shuncha kuchli bo'lganligi isbotlangan.
Tədqiqatçılar bunun kütülməgən nəticə ekanligini göstərib beriş bilan birgə, bunun balılıq dövrdəki kitabni ko'p o'qiganlar cho'ng bo'lganda o'qish, yezishga usta bo'ldi deydigan oddiy gap emasligini, boshqa iqtidorlarning tang taraqqiy qilganligini tushuntirdi deb aytgan. Lekin bu deganlik kitob o'qimasa bunchalik natija chiqmaydi yoki kitob o'qisla mushaq natija chiqadi deganlik bo'lmasdan, muhimi bolalarning cho'nglar va boshqalarni kitob muhiti ichida ko'rib cho'ng bo'lishi deb yangichoqlagan. Bu tadqiqot yana 16 yoshida uyda qanchalik kitob borligini davlatlar bo'yicha tuzib chiqqan. Estoniya o'ttircha 218 parcha kitob bilan birinchi o'ringa tizilgan. Oldingi 5 o'rinni Yevropa davlatlari egallagan. Amerika 114 kitob bilan 16 o'rinda. Yaponiya 100 kitob bilan 20 o'ringa tizilgan. Turkiya 27 parcha kitob bilan eng oxirdan o'rin olgan. Tadqiqotchilar kitob o'qishning foydasi hammalarga o'rtaq bo'lib, davlatning universal ma'rif saviyasi, kishilarning cho'ng bo'lgandan keyingi xizmati, jinsi, yeshi, ota-onasining saviyasi qatorliqlarga munosabatsiz deb yakun chiqargan. Bularga asosan tadqiqotchilar kitob bilan uchrashib cho'ng bo'lishning foydasi ko'p degan natijaga erishdik deb ilg'aslagan. Bu ro'shan isbotning kitobga bog'langan oila muhitining naqadar muhimligini ko'ra olamiz. Әмсә бүген мошынчылык сөзләп торай. Сөймлек аңлаучыларым, бәлки менің демекче булган мәксәтемне төшендіңіз. Аңлап бергән аңлаучыларыма рәхмәт. Әмдә мошы видеоның роят чыгышыга ярдәмдә булган юлдашымга чоңкур рәхмәт әйтәмен. Келер кытым күрешәйли, аман булыңлар.